3-4 kun oldin ijtimoiy tarmoqqa video joylagandik. O'zimizdagi premium klassdagi mahsulotlar bo'yicha Namangan viloyatidagi barcha tumanlarga o'tib, ma'lumotlarni yetkazmoqchi edim. Video joylasak, уже reaksiyalar juda bomba bo'ldi. Chunki talab ko'p ekan, talabgorlar bor ekan. Kelsangiz, biz rayonlarga kelsangiz, bizga aloqa chiqing deydi. Bu обязательно video joylaymiz. Dushanba kundan boramiz deyilgan, dushanbadan уже rejalashtirildi. Xudo xolasa, ertalabdan yo'lga chiqamiz. Namangan viloyatidagi o'sha 11 ta tuman bor ekan, o'sha 11 ta tumanga borib, santexnik ustalar va do'konchilarni hamkorlikka chorlaymiz. Mahsulotimiz to'g'risida, montajlash jarayonida, proyekt bo'yicha qanaqa maslahat kerak bo'lsa, aloqa chiqsani, xudo xolasa borganda ko'rishamiz. Qo'limizdan kelgancha maslahatni beramiz, ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Ertadangi boradigan rejamiz, birinchi dushanba kuni To'raqo'rg'on Kosonsoyga bormoqchimiz. Seshanba kuni Yangiqo'rg'on Chortoq Uychiga boramiz. Chorshanba kuni Toshbuloq Shahand Mingbuloqqa boramiz. Payshanba kuni Pop Chusga boramiz. Juma kuni Uchqo'rg'on Noringa bormoqchimiz. Xudo xolasa borganda har bitta borayotgan joylarimizni videoga joylab boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa qiziqqanlar, o'z sohasini rivojlantirmoqchi bo'lganlar, sifatli premium darajaga chiqmoqchi bo'lganlar aloqa chiqaringlar. Xudo xolasa bizni kutinglar. Biz har bitta tumanda borib, imkon qadar ma'lumotlarni to'liq berib kelamiz.